vaziyatdan xabardor kishi o'tgan oyda Maralbeshidagi tumshuq turmasidan Abdug'ani Qodir qatorliq 80 kishining jasadi ilib chiqilib, tarqatilganligi haqida uchur yetkazgandan keyin Maralbeshning Seriqbuya, Avat va Cho'nqurchoq qatorliq 10 necha yezi bozor soqchixonalariga telefon qildik. Seriqbuya bozorliq soqchixona xodimi Rozi tarafsida, ya'ni 4-oyda mazkur soqchixonaga tumshuq turmasidan 5 kishining jasadi ilib kelinganligini oshkorildi. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Bu Seriqbuyadagi soqchixona? Ha. Hozirmi shu turmadan ochiqilgan jasadlardan qaysi basini soqchixonada hozir? Hozircha yo'q. Yaqin necha kundan chigan. O'sha yaqin qish oyning ichida tumshuq turmasidan aytilgan qanchasi bor? Taxminan shu 4-5 chiqami. Asosliq shu yashinib qolganlar, shu 70-80 yoshdan ishib qolgan, yurak zaiflashib ketgan, nunbamay tugab ketgandim deb 4-5 bor. Chiqamasligi yoshli yo'q. Aslida shu 70-80 yoshli yashinib qolganlar. Bu 5-anda qaysi oyda chiqqan jasad? Oldin qaydimi yoki uning oldidimi? 2023 yılı çiğenden başlamış 4. ayının içinde. Bularning ko'pinchisining yashanganlar ekanligi, turmada kasal holatda jon o'zganligini tilga olgan bu xodim jasadlardan birini Abdug'ani Qodir ismli bir mahbusga oid ekanligini eskartdi. Masalan, darhol shundan aslayoladiganlaringiz kimlar? Biz asosliq shundan chirib chiqqan kinayliqqa shundan faol qilib bilan tizimlaymiz. Lekin men odatda tekshirtirgan o'yinlarni bexatarlab ketmaydi. Rasman ismingiz bormi? Ish bo'lmadi endi. Birisi yaptım Abdug'ani Qodir deyman. Ayollar bormi arasida? Hozir shu ash tizimlikni qalab baxsam bilaman yerda. Tizimlik yo'q. Telefon birinchi qavatda, o tizimlik yo'q ikkinchi qavatda. Vaziyatdan xabardor kishi Abdug'ani Qodirning aslida Maralbeshning Seriqbuy bozoridan ekanligi, uning Seriqbuy boshlang'ich maktabining sobiq mudiri Qodir To'xti degan kishining farzandi ekanligi 2017-yil Urumchida tijorat qilayotgan mezgilda tutqun qilinganligini inkos qilgan edi. O'tgan oydagi aniqlashlarimizda Maralbeshi bozor ichida jasad tarqatilganlardan motosiklet remontchisi Mattursun, To'moqchi Hojaxon va ayoli Mahbaramxon qatorliq 3 kishining kimliklari oydinlashgan. Biz bu hafta Maralbeshning Avat bozoridagi soqchixonaga telefon qildik. Bu soqchixonadagi xodimlarning ko'pinchisi Rozi tarpisidagi jasad tarqatilishdan xabari yo'qligini tilga oldi. Ha, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, chiqmi? Yaxshi. Siz bu rasmiy soqchimi, yordam soqchimi? Ben bu atrofingizdagilar bu tumshuq turmasidan bu rozetning oldida ib kelingan bu jasadlarning sonini bilmaydigan, bu jasadlarni bilmaydigan. Bu balba yig'indi yo'q bo'lib qolganmi yo bildirilmagan? Shu vaqtda shu qanchalik kishining jasadi ib kelindi? Bu soqchixonadagi yana bir xodim jasad tarqatilishidan xabar borligini aniq tilga olgan bo'lsa-mu, sizning xabaringiz bormi yo'qmi ishdan? O xabarim bormi? Xabarim men bu minjib tursam xabarim bo'lmamda. Shu kimlar shular? Oila tobatlari nima ish qildigan odamlar? Shu jasad yig'illari. Bu gap so'zlarni men tekstilni maygemez va shu cho'ng boshliqlar to'xtang. U ishning hammasi qo'limizda ma'lumot bor. Hozir bu sizlarga mush voqeani qanchalik xabarlandudi deb. Shunga ben ishonch qilib, men u gap so'zni deyishga men hozir qulaysa sizga ishonch qilaman, u ishonch qilmagan u gap so'zni nima deymayman, men o'zim sizmanda anglab so'man. Lekin jasadlarning kimlarga oid ekanligi va oila tobatlari haqida ma'lumot berishni rad qildi. Tomoqdan zararlanganmi yoki qiyin qisaqdimi yoki boshqa bir hodisa uchragan gapmi emgak jarayonida? Men ishimni xabarim bor, bizning tavallug bo'lgan uskunlar bizga cho'ng boshliq deydi, manda ishlab qoldi, manda ishni isbat qilindi. Oyoq so'moq bizning u gap so'zni. Bu gap so'zni deb turib qanday qilmayman men to'lamasam. Avat bozori Maralbeshidagi nopos ko'p bozorlardan biri bo'lib, ilgirki aniqlashtirimizda bu bozordan lagerga ilib ketilganlarning noya bo'yicha eng ko'p ekanligi ma'lum bo'lgan. Mazkur xodim gap orasida ana shu qatimliq jasad tarqatishda bu bozorda 18 kishining jasad tarqatilganligini oshkorildi. Shu tumshuq turmasida shu yetning oldida shu o'lgan odamning soni qancha? Shu jasad chiqilgan. O'lgan odamning soni hozir 18 qo'ydimi? Siz degan 18 odam kimlar ular? Mayman. Hozir o'zingiz dedingizmi? 18 odam o'ldi deb dab bo'ldingizmi? Yani yuşurduğun nere kaldı bu işten? Bilemen dediniz mi? Siz kudretli bir devletin sakçısı. Siz bunda bu gap söz değişmeyini anlaysan. Bu değişidiğin gap bu. Siz bunu kuyuversem yakşı olmaydı bu gap sözün değişmeyini yapsam. Hem işle bizimizde tavalligi, marleş bizimizde tavalligi bulsa. O işinde haberimiz. Halbuki o cesetlerinin türmüdün udul ailesiga apırılganlığı, yoki sakçıxonaga aytilganligi va yoki maxsus ceset bir taraf qilish o'rinlarga apırılganlığı hakkında ma'lumot bermedi.
jasadni turmadan udil shu oilalarga topshirdingmi yoki soqchixonaga keldingmi yoki ayrim bir yabanmi maqsad shuni saqlaydigan Ben so'mam detaylar yo'q. Bilgandiki bilibsiz aynan şu aşı açtırıldı ve işlem boğan. Ayağıma dilomanın qulay şoq olsa düşer bomb tuzunu qo'yitman. Oldin qitimliq aniqlashtirimizda jasadlarning avval soqchixonaga ilib kelinganligi, ondan Naye, Yeza va G'alla komiteti xodimlarining ham soqchilarning nazoratchiligida oilalarga topshirilganligi, shundaqla jasad topshirilgan oilalarning qurusini haftalarcha nazorat qilinganligi ma'lum bo'lgan. Bugungi aniqlashtirimizda Roziyat g'arbsida tarqatilgan jasadlar sonining Avat, Seriqbuya va Maralbishi bozor ichidan ma'lum bo'lganlarni qo'shib hisoblaganda oz deganda 26 nafar ekanligi dalillandi va bulardan faqat Abdug'ani Qodir qatorliq 4 nafarning kimliklari oydinlashdi.